Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyingi ishlarimizni o'rnatdik. Akfa plastmassa Dubmakko. Bu eshigimiz 1.52-65 razmerda, romlarimiz 1.65 ga 1.80 razmerda bo'lyapti. Bu triodan bo'ldi. Aynalari yo'diviga oq 2 qavat qilindi. Ochilishlari slojniy, davomli slojniy ruchkalarimiz Graf brendida bo'lyapti. Spangletlari, zatseplari, rezinkalar 51.07 rezinkalar bosilgan. Tashlaydigan holatda bo'ldi. Patagoniylar, 45 patagoniylar bo'ldi. 2 qanotli eshik pastgacha aynan qildik. Ruchkalar termo ruchka bo'ldi. Mana romimiz tashqi ko'rinishi. Mayda kateniki eshik berdik. Mashinalar jo'q ko'p etlar bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz bemalol. Voqea chiqarasiz. Bu to'rqonoqli eshigimiz bilan. 2 oram boshdan ochiladigan ko'zlari, slojniy aynalar pastgacha bo'ldi. Bu yerda narigi razmer bilan bir xil 2 qanotli eshik, romimiz bu oshxonaniki.